Xo'p, bugun o'zimdan kelib chiqqan holda hayotiy bir yaxshi maslahat, ya'ni o'qituvchi tanlash borasida qaysi tilni yo qaysi fanni o'qishni boshlamoqchi bo'lishingizdan qat'iy nazar o'qituvchi tanlash masalasida men sizga yaxshigina bugun inshaalloh maslahat beraman. Bundan oldin videoga like bosing, izoh yozing. Keyingi video nima haqida bo'lishini xohlasangiz kommentariyalarda, izohlarda yozib qoldiring va biz Xudo xohlasa keyingi videoni siz aytgan video qilib chiqarishga harakat qilamiz. Xo'p, men juda ko'p, ya'ni yoshimdan ham ko'p o'qituvchilarni, yoshimning sonidan ham ko'p o'qituvchilarga borib darsiga o'tirganman, ko'rganman, bilganman va men o'zimni xarakterimdan kelib chiqib aytaman. Men oldimda kuchli odamni xohlayman. Ayol bo'lsa, meni oldimda zaifligini his qilib turishim kerak va men uni keyin har tomonlama himoya qilaman, har tomonlama обеспечить qilaman, har tomonlama uni himoya qilib bir chetga olaman, uchiga mehr bilaman. Lekin erkak bo'lsa, men oldimda kuchli erkakni bo'lishini xohlayman. Nimaiki men u bilan raqobatlashishim kerak. Men o'zimni yoshligimdan har tomonlama o'zimni kuchli deb bilaman. Har tomonlama hech kim mendan kuchli bo'la olmaydi deb o'zimni yoshligimdan shunday deb bilaman va men raqobatdosh xohlayman. Ayol sifatida, men juft halol ayol, men qiz masalasida men o'zimga zaif, o'zini qizlik, ya'ni ayollik, o'zini burchlarini, prinsiplarini biladigan qiz bo'lish kerak. Lekin men o'qituvchi tanlayotganimda menga bosim qila oladigan, menga gapi o'ta oladigan, menga ataka hech kimning gapi o'tmaydi, lekin men gapini o'tkazishga harakat qiladigan odamni qidiraman. Va sizga ham shu narsani maslahat bera olaman. Qiz bola bo'lsangiz, qizlarga ham o'g'illarga ham maslahat berib o'tishga harakat qilaman, nimaiki videoni hammaga manfaatli bo'lishi uchun. Qiz bo'lsangiz, agar siz o'zingiz boshqara olsangiz, o'zingiz darslaringizni nazorat qila olsangiz, sizga qattiq o'qituvchi kerak emas. Va biz ko'pincha qizlarni ko'ramiz, biz darsga o'tirganimizda ham nechtadir qiz, nechtadir o'g'il bola bo'ladi va ko'ramiz darslarda ham o'qituvchilar, ba'zi jiddiy o'qituvchilar ham qiz bolaga qarayib, bunday qilib qo'yadi, tushundingizlar deydi. Qiz ham bo'lib tushundim deydi. Kelasi dars kuchli bo'lib keladi qiz. Bergan so'zlarni ham, bergan grammatikalarni ham yodlab aziyat qilib keladi va ko'raman, o'sha yerda men har bir narsani hayotda o'zim qo'ylaydigan narsa, har bir narsani plyus minusimga o'raman. Har bir narsani tahlil qilib ko'raman va bu narsani sizga ham maslahat beraman. Har bir nimaga chimoli yuryapti, nimaga shamol bo'ldi deb hamma narsani plyus minusga olsangiz, o'zingiz bilan o'zingiz ruhan kuchlanib, kuchayib ketaverasiz. Va men o'sha yerdan bu narsani bir marta emas, 2-3 marta ko'rganligim tufayli ayollarga ya'ni kuchli jiddiy o'qituvchi kerak emas deb hisoblayman. Erkaklarga kerak. Men yana aytaman. Men yo'limdagi qiz, menga sher kerak emas yo'limda. Men sher bo'lsa uni yanchib tashlab beraman. Ruhiy tomonlama. Kuch bilan emas, ruhiy tomonlama yanchib tashlayman uni. Va yo'limda erkak ko'rsa, men bilan bahslashsa, men bilan sportlashsa, men bilan kim kuchlilikka o'ynasa, men vajohat bilan oxirigacha bo'laman. Oxirigacha kurashaman u bilan. Men oxirigacha dars qilaman va men ko'p joylarda ko'rganman, ko'p domlarim bilan, ingliz tili domlari bilan ham, boshqa fan domlari bilan do'stdek edim. Do'stdek, ya'ni zo'r domlar bilan ko'p bilan yaxshi kelishardim, zo'r. Lekin ularni menga o'sha gapi o'tmaydimi, men dars qilishni qila olmayman. Men o'zimni nazorat qilaman, lekin dars qilmagan kunimda o'zimni qo'yishim kerak. U menga bosim o'tkazish kerak va shtraflar qilish kerak menga. Va men hozir ingliz tilidan bitta o'qituvchi topdim va u kishi bilan darsimni o'tyapmiz va u o'qituvchi men prям qidirgan o'qituvchi. Har bir uchebniy sentrga qaysi fanni, qaysi tilni o'rganishingizdan qat'iy nazar borayotganingizda har bir o'qituvchiga bir marta darsdan kirishga qo'yadi. Bir marta, kamida bir marta, ba'zilari 3 martagacha qo'yadi. Kamida bir marta kirib darsni ko'ring deb qo'yadi. Va siz hamma o'qituvchiga kirib ko'ring. Level is A1 mi? A1da nechta o'qituvchi bor? Bizda hozir 5 kishi A1dan dars beryapti desa, nima receptiondagilar, bo'ldi deng, 5 kishiga ham qo'ying mana deding, har biriga kirib chiqaman deng. Erkaklarga, bu qiz bolalarga emas. Qiz bolalar o'zi eplab, o'zini nazorat qiladi. Bunaqa masala bo'yicha qiz bolalar kuchli uyalib qolmaslik uchun qiladi, darslarni qilib keladi. Misol, men o'zimni bilaman, menga gap ta'sir qilmaydi. Eshakni po'stidek, qattiq. Men birovning gapi bilan ish qilmayman, uni gapiga men atvet qaytaraman. Va men o'zimdan bilaman, qiz bola gap eshitmaslik uchun o'qiydi. Va shuning uchun qizlarga shart emas, kuchli bosim qiladigan o'qituvchi shart emas. Siz o'g'il bolami? 5 ta o'qituvchi bormi? 5 chalasiga ham qo'ying deng. 5 chalasiga ham qo'ying deng. Va ko'pincha o'zimni hayotiy tajribalarimdan aytaman, yosh katta o'qituvchilar yaxshiroq bo'ladi.
Ya'ni ko'p narsani ko'rgan, sizga dars paytida ham motivatsiya beradi. Motivatsiya kerak emas, sizga hayotiy motivasiyalari ham как turing, ishlang, o'qing, darsni qiling emas, motivatsiyalar ham chotki bo'ladi. Men ayol bo'lmasa, ya'ni qizlar bo'lmasa, so'kib motivatsiya beradigan domlalarni hurmat qilaman. Erkakcha gapim. Men ham biron kim mendan maslahat so'rab kelsa, biron xil maslahat yordam so'rasa, biron xil maslahatdan biron narsa so'rasam, masala jiddiy bo'lsa, yo masala so'kib tushuntiradigan bo'lsa, men unga qo'ldan kelgancha yumshoq qilib, lekin so'kib chiroyli qilib tushuntirishga harakat qilaman va u keyin yaxshiroq tushunadi shu narsani. Va har bir o'qituvchiga kirib ko'ring, yoshi kattaroq o'qituvchi nima deydi? Hayotda ko'proq narsani ko'rgan, ko'proq biladi va praktikasi ko'proq praktik qilgan. Shuning uchun men ko'pincha yoshi katta o'qituvchini tanlayman va menga bosim qiladigan. Kuni kecha bo'lgan hodisa. Siz agar bosim qiladigan o'qituvchini tayyor bo'lmoqchi bo'lsangiz, yo cho'ntagingizni baquvvat qilib boring, yo jismoniy tomondan baquvvat bo'lib boring. Lekin cho'ntakdan ko'ra jismoniy tomondan baquvvat bo'ling. Nimagaligini o'zi aytaman. Kuni kecha bo'lgan narsa, darsga tayyor emas edim, ya'ni lug'atlarim slab edi. Yaxshi yodlamagan edim, bilardim o'zim ham darsga tayyor bo'lmas, shu narsani bilib, tayyor bo'lmaganligimni bilib bordim. Demak, o'qituvchim darsga kelmasa, kelib o'tirma dedi. Bitta menga emas, hammaga. Men bunaqa o'qituvchilarga respekt, hurmat qilaman. Demak, meni boshqacha qilib boshqarib bo'lmaydi. Mana shu isti ham meni boshqara olmaydi, lekin men shunaqa yonimda erkakni ko'raman-da, u sherga sherdek chiqaman. Bitta paketga ko'ra gapiraman. Men shaxsan chumolilarning oldida sher bo'lib yurishdan ko'ra, chumolini ma'nosini paketga o'rayapman. Li qo'shimchasini olib tashlaysiz. Chumolilarning oldida sher bo'lishdan ko'ra, sherning oldida chumoli bo'lish menga afzalroq. Nimagaki yonimda erkaklar. Nimagaki yonimda sherlar. Men ham o'sha sherlarga borib, intilib men ham sher bo'laman bir kun. Shuning uchun men yonimda o'zimga sodiq odamlarni qidirishga harakat qilaman. Kelajakda o'zini kelajagi uchun ishlaydigan odamlarni bilan do'stlashishga harakat qilaman. Boshqalar bilan do'stim bor, salom alaykum qilamiz, lekin do'st emas, o'zimga yaqin olmayman. Va kun kecha bo'lgan hodisa, o'zi aytib berganimdek, tayyor emas edim, darsga keldim, so'rayapti, o'qituvchimiz как всегда har kungidek agressivniy va aytyaptilar, "Tayyormisiz Abdurashid?" Aytdim, "Tayyorman" dedim. Baribir o'zimga ishonaman, samarsenka yuqorida. Shuni tayyorman deyman. Har doim tayyor bo'lmasam ham tayyorman deyman. Qila olmayman degan ishim bo'lsa ham qila olasan desa qila olaman deyman. Oxirigacha qilib ko'raman. Mendan nima ketdi? Qilib ko'raman. Biror narsa ketadigan bo'lsa ham qilib ko'raman. Qila olmayman degan narsani yomon ko'raman. Qilib ko'raman undan ko'ra. Qila olmasam ham qilib ko'raman. Shuning tayyormisan dedilar. Tayyor emas edim, lekin tayyorman dedim. So'radilar, tayyor emasman. Bir-ikkita bolalar chiqdi, so'radilar. Kimlardir mashqlarni bajarmagan, kimlardir gap tuzib kelishlarni bajarmagan, kimlardir so'z yo'llashlarini bajarmagan. Hammada har xil bajarmaganlar soni va men bitta so'zlarni yodlashda tayyor emas edim. Shuning uchun menda 20 ta punchment, ya'ni 20 ta ajrimani qilish yoki o'ylash. Oldimda ikkita narsa qo'ydilar. Hammaga qo'ydilar buni. Qaysiini tanlaysizlar dedi. Hammadan so'rayapti, kimdir ajmani dedi, kimdir nima, shtab pulni to'layman dedi. Menga kelganlarda farqi yo'q dedim domla. Sizga qaysi domni? Menga farqi yo'q dedim. Xohlasangiz shtab to'layman dedim, xohlasangiz ajmani qilib beraman. Sizga qaysi bir qiyinroq dedilar. Men osonroq deb o'ylab, miyamga pedagogikacha bo'ldi. Qaysi biri qiyinroq dedilar. Ikkalasi bir xil dedim. Men pulni bersangiz pulni beraman dedim, ajmani qil desangiz ajmaningizni qilib beraman dedim. Xo'p dedilar. O'g'boladan hamma ajmani qiladi. Rozimisizlar dedilar. Hamma rozi, hamma bunday qilyapti, qisir o'zicha bunday qilyapti. Men o'yladim, da bu normal mujiklar o'zi 20 ta ajmani ko'zini yumib qiladi deb o'ylayotgan edim lekin. Men oxiriga qildim. Mendan oldin 3 kishi qildi. Men 4-chi bo'lib oxirida qildim. 3 kishi qildi. 10 taga bora olmadi. Maksimum qilgani 15 ta bo'ldi. 10 taga bora olmadi. Undan keyin qo'llari qaltirab, даже 10 gacha bora olmagani bo'ldi ichida. 15 gacha borib yerga yotib olganlar bo'ldi. 15-chini qilib, yerga yotib oldim. Men o'zimning kuchimga ishonmay qoldim. Nimaga bu yo'lga bironqa yerni tortish kuchi bormi, biron narsa bormi? Bu yerga ajmani qilib bo'lmaydi deb o'yladim. Nimaga men ko'zimni yumib 30 ta 40 ta ajmani bir xil qila olaman inshaalloh.
Hayron qoldim, bu yo'lda bir narsa bor. Biz 3-etajda o'tiribmiz, bu 3-etajda bir narsa bormi deb o'yladim. Qisir qilayotganlar chiqib 20 ta anjumani qilib bera olmadi. Nima bo'ldi bu yoqda? Ularni achinadigan narsa turyapti, qip-qizil qora bolalar ham, o'zimni o'q demayman, bu biron kishini terisini yangiga qarab ajratish emas, qoraroq odamlar ham qizarib ketdi, bolalar qip-qizarib bo'lib ketdi. Charchaganidan va hayron qoldim, o'zim o'pkasi ana shu kekadaga kelib qoldi. Nimaga? Chakib yurishadi, ichib qo'yib, hozir ich yaxshi qolgan, lekin nos chakib yurishadi. Vau, bu nosni eshitsam ko'nglim aynaydi. Men bo'lajak xotinlaringga yoki bo'ladigan yoki hozir bo'lsa xotinlaringga rahmim keladi. Sizlar nos chaksanglar xotinlaringga rahmim keladi. Shuning chakish, pakish bunaqa narsalarni yig'ishtirish kerak. Erkakka yarashmaydi bunaqa narsalar. Bunaqa narsalar erkak uchun chiqarilgan deyiladi, lekin erkakka yarashmaydi. Va siz ishraf to'lashga pulingiz bo'lmasa, ya'ni ishraf to'la olmasangiz yoki tuzuk bir 20 ta, 30 ta, 40 ta ajmani qila olmasangiz, bunaqa o'qituvchi tanlamang. Ular sizni ana shunaqa sindirib tashlashadi. Va o'sha yerda 3-4 ta qizlar o'tiribdi. Hammasi kuldi. Ularning ustidan kuldi. Men o'zim qo'rqib chiqib qoldim. Men hech narsa qo'rqmaydigan odamman. Meni hamma biladi. Men o'yladim, bu 3-etaj bu yerda bironqi yerni tortish kuchi bormi, bironqi bosim bormi, nimaga bular? Men yoshligimdan kamida birinchi, ikkinchi sinfligimdan kamida 10 ta ajmani qilardim. Men esimda bu narsa. Va ba'zilar qila olmayman, u qila olmayman. Men aytayapman, men qarib 90 kiloman. Qarib 90 kilo. Sen qancha qiltiriq bo'lsang, qancha nimjon bo'lsang, to'ning tortinishing, ajmani qilishing osonlashadi. Nimaiki sen katta yukni olib keta olmaysan. Men misol da semiz emasman, misol men 3 oylik bolamdek qonim yo'q, misol semirib, ozilib, meni yog'larim osilib ketmagan. Men normal o'zimni ushlaganman, yelkalarim bor, chiroyli, o'zimni gavdamga kelishgan bo'lib yurish uchun, mana qisqa yo'lda qilib aytish uchun kelishgan yonimdagi ayol, erkakni chustit qilib turish uchun men har doim o'zimga qarayman. Shvazneger bo'lib ketish uchun emas, o'zim chiroyli, yaxshi qo'mada bo'lish uchun. Qarib 90 kilo. Menda по-моему suyaklarim og'ir. Nimaiki o'zi ozg'in bo'lsa ham og'ir vazndagilarni shunday deb aytishadi. Po-mo'yu suyaklarim og'ir. Men 90 kiloman. Men lekin bemalol 10 ta tunni to'ltira olaman inshaalloh. 40 ta 50 ta ajmanisini bemalol qila olaman inshaalloh. Bu nimaga aytayapman? Qiltiriq bolalar qila olmaydi, lekin qiltiriq bolalarning qilishi oson aslida. Ular og'ir emas, oson veslarni ko'taradi. 50 kilo, 60 kilo, 70 kilo veslarni. Men qarib 80 kilodan ko'p, aniq bilmayman, ancha bo'lib chiqmaganim 80 kilodan ko'p, 90 kilo yukim bor meni. 90 kilo ko'taraman men. 90 kiloni 10 marta ko'taraman. 90 kilo bilan 30 marta, 40 marta, 50 marta yerga o'tirib turaman, ajmani qilaman. Va nima bo'ldi? Oxirgi meni navbatim Turing qana bo'lish, siz ham bir o'nta qila olar ekansiz, mo'j deb aytayapti. Domla ustimdan kulmoqchi bo'lyapti. Men nimaga bu gavdalarim o'zidan o'zi kelmagan dedim. Turdim. Bunaqa emas. Bulakka oldim, ya'ni mushtga. Tas 20 tasini qilib 21-22 ga ketayotganimda, "Yo'q, bo'ldi, turing" dedi. Men bir xil qilib berardim. Turing dedi, turdim. Xo'q ishoninglar, qizlar qaza chalib ketdi. Nimaga? Chunki 3 ta ana shu yerda o'tirgan bola 10 ta qila olmadi tuzuk. Men bir xil turib oldinga qarab tas 20 tasini qilib berdim. Va sizdan bu gal shtraf olamiz. Sizga bu narsa o'tmas ekan deb aytdi. Va mana u maqtaydigan domla emas, o'zim domlarni bilaman. U kishi maqtaydigan domla emaslar. Lekin maqtab gapirdi. Qizlar qasak chaldi. Qizlar "Wow" dedi. "Wow". Nimaga? Gapda emas, biz gapni ham eplay olamiz, gapga ham bizga teng keladigan yo'q, inshaalloh jismoniy tomondan ham bizga teng keladigan yo'q, biz qaytmaymiz. Va o'sha 3 ta bola nima bo'ldi endi? Men o'ylayapman, keladimi, yo'qmi? Shu narsani o'ylayapman. Agar menda shunday bo'lsa, men o'zim boshqa dars bo'lmasdim. Men g'ururim, mana chesimga yo'l qo'ymaydi bu narsa. Va mana qizlarga nezashu kulgi bo'lib qoldi. Shuning uchun agar siz jismoniy tomonlama ham kuchli bo'lsangiz, gina u domlalarga boring, nimaiki ular sizga yaxshigina bosim o'tkazishadi. Va men ana shunaqa domlarni xohlayman. Sher, oldimda sher, men ular raqobatlashay. Men atrofimda ham men bilan birga o'qiyotganlar kuchli bo'lar bo'lishini xohlayman. Men ular bilan raqobatlashay. Yanch tashlasin, men sal bo'shashib qolsam, bular mendan oldinga o'tib ketsin. Men bularning orqasidan tirmashib chiqay. Oyog'idan tortib, yerga tortib bo'lsam, uni o'rniga chiqay. Men shunaqa, mening xarakterim shunaqa. Xishnik ayollarga emas, erkaklarga nisbatan xishnikman. Xishnik qilishni xohlayman, yanchishni, yeb tashlashni xohlayman. Va ana shunaqa meni oldimda meni ham yanchishni, yeb tashlashni xohlaydigan odam kerak. Keyin men o'limgacha bora olaman. Keyin oxirigacha dabivat qilaman. Va shuning uchun
Men sizga oltin maslahat. Siz o'zingizni nazorat qila olmaysizmi? Yo'q, qila olgan taqdirda ham siz tezroq rezultatga chiqmoqchimisiz? Kuchli, sizni sansiraydigan, sizga kerak bo'lsa so'kib motivatsiya beradigan, sizga kerak bo'lsa urishib, sizga kerak bo'lsa ana shunaqa jismoniy ajrimani turnik to'ltirib, sizni kuldirtirib, odamlarni sizni ustingizdan kuldirtirib bo'lsa ham sizga o'qitadigan domlalarni qidiring. Qancha domla ko'rdim, qancha domla qidirdim. Bilamanki, ko'rdimki, endi men bundan yo'g'i faqat ana shunaqa domlalarni qidiryapman. Ya'ni bosim, agar siz o'qituvchi bo'layotgan bo'lsangiz yoki o'qituvchi bo'lmoqchi bo'lsangiz, iltimos o'g'il bolalarga nisbatan, qizlarga emas, qizlarga bitta qarash yetadi. Ular biladi, uyalib qolmaslik uchun o'zini yaxshi eplaydi. Va o'g'il bolalarga iltimos qilib so'rayman, bosim qilinglar. O'qituvchi, agar bunday o'qituvchi ko'rayotgan bo'lsa, bu videoni bosim qilinglar. Bosim. Agar u slabi mujik bo'lsa, u yiqilib ketadi. Yiqilganda u davno ham yiqiladi. Bundan keyin 2-3 oydan keyin ham baribir yiqiladi u. Yiqilmaydigan normalniy mujik, normalniy o'g'il bola dabivat qiladi, oxirigacha bo'ladi. Va men yo'qadi menga o'qituvchi meni so'kishi. Misol so'kishga men atvet qaytarishim aniq, lekin so'kishni ham so'kish bilan eplasa bo'ladi-da. Ya'ni meni chestimga tegmaydigan holatda, meni o'zimni gapirib, nima qila olmading? Dasing yo'qmi? Nimaga deb menga chiroyli. Bu narsani domlar o'zi yaxshi biladi. Bu narsani katta tema qilib chiqish shart emas. Domlar so'kmasdan, chestga tegmaydigan gaplar bilan darsga majburlasa, chotki bo'ladi. Men shuncha nechta domla ko'rgan tajribamdan, 15 yillik tajribam deyman-ku, 15 yillik tajribamdan kelib chiqqan holda aytaman, har doim sizga bosim qiladigan, sizni qiynaydigan, sizga ko'p vazifa beradigan, sizga motivatsiyani ham qoyillatib bera oladigan, sizga yumshoq degan domlani topishga harakat qiling va domlaingizni iloji boricha yoshi kattarog'ini toping. Nimaiki, u hayotda ko'proq narsani ko'rgan. Sizga darsdan tashqari ham hayotiy maslahatlarni beradi. O'sha gap. Har doim qattiq domla, ya'ni qattiq bosim bilan ishlaydigan domlarni o'qituvchini topishga harakat qiling. Inshaalloh tezroq rezultatga chiqasiz.